Hammaga assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Sizlarni yangi videomda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Hammalaringizni yaqinlashib kelayotgan yangi yil bayrami bilan tabriklab qolaman. Hammalaringizni xonadonlaringizga fayz, barakat, tinchlik, sog'lik, salomatlik tilab qolaman. O'tgan yilda amalga oshmagan niyatlaringiz, orzularingiz kelasi yilda albatta amalga oshishini tilab qolaman va sizlar bilan o'zimni hayotimda bo'lgan yangilik bilan ham bo'lishib o'tmoqchiman. Juda quvonchli yangilik. Turmush o'rtog'im menga mashinamni almashtirib berdilar. Juda ko'pchiliklaringiz so'raysizlar, mashinangizni haydayapsizmi deb. Albatta haydayman. Har kuni bolalarni bog'chaga olib boraman yoki olib kelaman. O'zimning ishlarim bilan ham yuraman va turmush o'rtog'im eski Spark'imni sotib menga Cobalt avtomobilini olib berdilar. Aniqroq o'zimizni eski o'tgan yil olgan Cobaltimizni berdilar, o'zlariga yangi oldilar va endi menda ham Cobalt bor qizlar. Juda ham maza qilib haydayapman, chunki avtomat korobkada o'zimning eski Spark'imdan keyin Cobaltni haydash juda ham qulay, juda ham yengil, komfortli mashina. Xullas, bugun bizlar Abu Bakrning tug'ilgan kunini o'tkazish uchun ertalab bog'chaga yo'l oldik. Bugun Abu Bakr 1 yoshni to'ldiradi va Abu Bakrning do'stlari uchun shunaqangi chiroyli sovg'achalar tayyorlagandik bir kun oldin. Abu Bakrning gruppadagilar hali kichkina bo'lganligi uchun ularga tort yoki pitsa olmadik. Shunchaki shunaqangi sovg'achalar tarqatdik va bog'chadan bizga mobilografimiz shunaqangi chiroyli video qilib jo'natibdilar. Albatta u kishiga ham katta rahmat. Bog'chada bolalar juda ham xursand bo'lishgan va hammalariga kichkina bo'lsa ham shunaqangi sovg'achalar berib yubordik. Bolalarni bog'chada qoldirib, o'zimiz esa uydagi bayramga tayyorgarlikni boshlaymiz. Bu tortning go'zalligini qaranglar, qanaqangi chiroyli. Shunaqangi yegizam kelmaydi. Abushkani rasmlar bilan, imbirli pechenyelar bilan juda ham chiroyli. O'zim xohlaganimdan ham zo'r qilib yuboribdilar. Bilasizlar, doim cheesecake by Nasibadan zakaz qilamiz. O'zimni tug'ilgan kunlarida, undan keyin Shahrizodan tug'ilgan kunida ham zakaz qilgandik. Shahrizodan tug'ilgan kundagi vobshe zo'r chiqqandi, hammaga yoqqandi va Abu Bakrning ham tug'ilgan kunda undan ham yaxshiroq tort qilib beraman deb shunaqangi chiroyli yamlishni tort yuboribdilar. Buni to'g'risi keskim ham kelmayapti. Tortimizni xolodilnikka qo'yib, endi salatlarimizni tayyorlashni boshlab, undan keyin nakirvaz qilishimiz kerak mehmonlarimiz kelgunicha. Birinchi o'rinda hozir shayx salatini tayyorlamoqchiman. Bu salatimiz uchun bizlarga bolgarskiy kerak bo'ladi. 3 xil, lekin men magazindan faqatgina sariq va qizil bolgarskiy topa oldim. Yashil qolmagan ekan va ustiga cheri pomidor, tuzlangan bodring, marinovanный champinyon, ozgina fioletoviy piyoz, ozgina garoh va pishirilgan go'sht kerak bo'ladi. Yana ustiga mazali chiqishi uchun sos ham qo'shamiz. Sosimiz uchun ozgina arode sosi, ozgina teriyaki sosi hamda soya sosini hammasini qo'shib bir ложкаdan yaxshilab salatimizni aralashtirib chiqamiz. Juda ham mazali bo'ladi. Salatimizni tindirishga olib qo'yib, endi esa bolalarim yaxshi ko'radigan Sezar salatini tayyorlaymiz. Sezar salati uchun iceberg kapusta topdim bu safar. Supermarketga borgandik, hamma narsani topib oldim. Cheri pomidor, duxovkada pishirilgan tovuq, perepeleni yaytsa, bedana tuxumi, hammasini mayonez bilan yaxshilab aralashtirib va o'tgan safar videoda ko'rsatganimday bu safar ham oddiy nonlardan, oddiy toster nonidan suxarik tayyorlab ustiga bezatish uchun ishladim. Juda mazali bo'ldi. Bu safar ham bolalar maza qilib yeyishdi. Tayyor bo'lgan salatlarimizni tarelkalarga olishni boshladik. Turmush o'rtog'im magazindan patshuba salatini ham olib kelibdilar. Uni ham hozir dasturxonga tortamiz. Faqatgina salat emas, tuxumbarak hamda somsa va 2 xil somsa va bichak ham olib kelibdilar. Ko'katlik somsa. Ularni ham hozir hammasini chiroyli qilib tarelkalarga olib nakirvaz qilishni boshlaymiz. Bugun menga Shohro juda ham katta yordam berdi servirovka qilishga. Hamma tarelka, piyola, ложка, vilka, bokallarni, даже salfetkalarni qanaqa qilishni ko'rsatdim. Salfetkalarni ham taxlab, hammasini chiroyli qilib nakirvaz qilishga, servirovka qilishga menga yordam berdi. Va shu o'rinda Abu Bakrimni tabriklab
chiroyli tilaklar, chiroyli niyatlar bildirgan hammaga katta rahmat deb qolaman. Chiroyli tilaklaringiz o'zlaringizga ham hamroh bo'lsin. Abu Bakr hammalaringizni ko'z o'nglaringizda katta bo'ldi. O'tgan yil shu paytda juda ham qiynalib yurgandim, Allohga shukr. Abu Bakrim 1 yoshlik bo'ldi, kattagina yigit bo'ldi o'zi, lekin hali yurmaydi. Devorlarni biror joyini ushlab yuradi, lekin hali yaxshi yurmayapti. Gapirmaydi ham unchalik yaxshi. Hammasi bo'ladi hali, albatta, asta-asta. Endi esa sizlarni yangi yil dasturxonlaringiz uchun shunaqangi yangilik qilib ko'rsatmoqchiman. Tartaletkalarni tayyor magazindan, supermarketdan sotib oldim, lekin o'zlaringiz tayyorlashlaringiz ham mumkin agar formalaringiz bo'lsa. Tartaletkani ichiga ozgina tvorojniy sir, ozgina qizil baliq va bodringlarni shunaqangi chiroyli qilib kesib tayyorlab qo'ysak, juda ham dasturxonlaringizni ochib beradi. Qora nonni ustiga tvorojniy sir va krasniy ikra qildik va uni ham oldiga Shahrizodan tug'ilgan kunida qilingan kanapelardan qildim. Juda ham chiroyli bo'ldi deb o'ylayman. Bu esa bizlarni tayyor dasturxonimiz sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Sirni tarelka va asarchilarni videoga olishga ulgurmadim va mevalarni ham o'tgan videoda chiroyli kesilishini ko'rsatib o'tgandim. Hamma o'zi uchun yangi yil dasturxoniga nimadir yangilik olgan bo'lsa, o'rganib olgan bo'lsa, juda ham xursand bo'laman. Va bu esa bizlarning ikkinchi ovqatimiz. Har doimgidek turmush o'rtog'im zakaz qildilar va tug'ilgan kunning eng zo'r momenti, kulminatsion momenti albatta tortni puflash. Tortimiz juda ham chiroyli edi, qizlarjonlar, ham mazali, ham chiroyli edi. Lekin Abu Bakr hech narsani tushunmadi. Shamlarni puflashni ham, umuman tug'ilgan kun kimniki ekanligini ham bilmasdi. Xudo xohlasa katta bo'lgandan keyin videolarni, rasmlarini ko'rsatamiz, xursand bo'ladi deb o'ylaymiz. Bizlarda 27-dekabrda to'y edi. Jiyanimni uylantiryapmiz va uzoqdan Tojikistondan qarindoshlarimiz ham kelishgandi va Abu Bakrning tug'ilgan kuniga ham keldilar. Toshkentdan va Tojikistondan mehmonlar ham kelishdi tug'ilgan kunga va tug'ilgan kunimiz juda ham chiroyli va fayzli o'tdi. Endi esa sovg'alarni ko'rsatishni boshlaymiz. Bu Abu Bakrning sovg'alari. Birinchi bo'lib bunaqangi chiroyli igrushkani bizlarga Amirbek olib keldi. Amirbek bu ovsinimning o'g'illari, qaynukamning o'g'illari. Butun tug'ilgan kun davomida mana shu o'yinchoq Abu Bakrni ovuntirib o'tirdi. Svetlari yonadi, muzika chaladi. Maza qilib o'ynab o'tirdi shu bilan kecha Abu Bakr. Buni Amirbek olib keldi. Akasi Abu Bakrni paketda esa qaynotам Abu Bakrning bobosi shunaqangi chiroyli troychka olib keldilar. Buni maza qilib bahorda kiyadi hali. Shunaqangi bryuchka, futbolchka va ustidan shunaqangi chiroyli kostyumchik. Buni bobosi olib keldilar. Ojon esa pul berdilar. Doimgidek kerakli narsa olasiz deb Abu Bakr uchun. Buni esa amakisi bilan ovsinim olib keldilar. Bizlarga eng kerak bo'ladigani mana shu pijama, chunki bog'chada doim pijamada yuradi. Bizlarga pijama doim kerak. Eng kerakli sovg'a desam ham bo'ladi. Nosochka issiqni va bunaqangi duochka jemperchasi bilan bunaqangi utepленный брючки. Buni ham bahorda kiyamiz. Jemper menimcha hozir ham bo'lsa kerak. Брючкasi salgina kattaroq ekan. Buni o'zi keyingi yil, может быть, bahorda hali kiyadi. Va bu sovg'alarni oyim olib keldilar. O'tgan videoda ko'rsatgandim. Akalari olib kelgan sovg'alarni, ularni maza qilib Abu Bakr o'ynayapti hozir. Bu yerda esa oyim ham pul bergandilar va Abu Bakr uchun shunaqangi o'zi yaxshi ko'radigan, o'zi yeydigan narsalardan sovg'a tayyorlab olib kelibdilar. Pechenye, kasha va pyureshkalar. Bu yerda yana har xil shirinliklar. Sok, новогодний подаркasini полностью olib kelibdilar. Bunaqangi chiroyli pianino игрушка. Har xil muzikalar chaladigan va Befarozam bor ekan. Shunaqangi chiroyli sovg'achalar, ajoyib podarkalar, ajoyib shirinliklar. Bu yerda ham shirinliklar va bir tarafda
bir коробка shokolad. Tog'asi bilan buvisi ham pul berishdi va qolgan mehmonlar ham pul berishdi. Xullas, Abu Bakrning sovg'alari mana shular. Bugungi video sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Videomni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling, o'zingizni asrang.